Kelik выставкада bizani qadrdonlar kirib ketdi. Biz hozir kutamiz, chunki postetiylarga 10 dan keyin kirishga ruxsat. Bizga taklifnomamiz bor. Taklifnoma asosida ham propisk oldik. Mana shunaqa propiska. Bu taklif etilganlar uchun. Xullas, hozir soat 10 bo'lgandan keyin kiramiz. Mana do'konchasi bor. Videosini Instagramga tashlab qo'ydim. Kimga qiziq bo'lsa kirib ko'rsangizlar bo'ladi. Bu yoqda kassasi, bu yoqda mana пригласительныйlar tarqatadigan joy. Bu yoqdan kirish hozir. Bu yerdan tekshirib o'tadi. Bu yoqdan kiramiz. Hozir hamma kutyapti. Soat 10 bo'lishini, keyin postetiylarga ichkariga kirishga ruxsat beriladi. Hozir faqat tashkilotchilarni kirgizyapti yoki ishtirokchilarni, ya'ni bizning xitoylik og'aynilar ham pavilyonlari bor, o'sha uchun oldinroq kirishdi. Velosipedchilar. Tagana chiqdik biz. Expo Centerga kirdik. Zal. Tashqari pavilyonlar bor. Ketdik, mana shu bir boshdan boshlaylik. Ob-havo bugun ajoyib. Ertaga o'sha qor kutilyapti. 0 bo'lishiga texnikalarni ko'raylik. Lavarni stendi. Sportivniy mototsikllar bilan. Kirishi, shu yerdan odamlar kiradi. Biletlarni ko'rsatib. Hondalar. BRP Maverick oxirgisi eruvchi. Mana mexanizmni zo'r qilgandi, qarang. Faqat katta kolos tiqish sal muammoroq bunga. CF Moto yangi Z10 modeli ham xuddi shundan ilhomlantirib qilingan. Xudo xolasa kelishi kerak. Chagalarga e'tibor bering ana. Vah. Mosh. Kokpiti. Narxi taxminan $60,000 atrofida, menimcha, lekin bu Rossiyada undan ham qimmat turadi. Mana Sherpni ko'raylik. Mana Sherpni ko'pchiligimiz eshitgan, endi kim offroadga qiziqadigan bo'lsa agar. Prosta dahshat. Bu suzadi ham. Ichini qaranglar qanaqa. Upravleniyasi mana ikkita ruchka, отдельно o'ng chap taraf alohida boshqarasiz, chunki bunda koloslar burilmaydi. Bu xuddi tankga o'xshab bir tomon burilsa, u tomonga qayriladi, bu tomon burilsa, bu tomonga qayriladi. Arxant dizelni. Mana shunaqa. MCS Rossiyaga tegishli ekan. Apparat вообще зачетный, lekin yana bir ichini ko'rsatib yoraman. Ko'pchiligimizga qiziq bo'lsa kerak. Tublerlar hammasi bu yoqdan. Bu yerda o'tirib hammasi ko'radi. Bemalol suzadi, ya'ni oynasini ochib ribalka qilsa ham bo'ladi tash. Texnika yoqayotgan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Yana bitta zachotni apparat hozir ko'rsataman sizlarga. Hozir bu moda, Barakuda deb ko'p eshitganman buni. Hozir живойni ko'ryapman. Mana shunaqa karting sifat mototsiklni motori bilan. Ichida kovsh, коробка механика, секвентальная мотоциклетная коробка. Зачетный аппарат, lekin. Krasavchik. Tak, yani texnikalarni ko'ramiz bu yoqda. Custom and tuning show mashta bo'ladi. Rossiyaning custom bo'yicha chempionati. Xudo xolasa birgalikda kuzatib boramiz.
uzoqlashmang. Ural 8 oslik. Dahshat. Rossiyada muammo yo'llarda loy hamma yoshuvchi mana shunaqa texnika rosa talab katta. Bu mashinani kattaligini qarang, prosta tasavvur qila olmasangizlar kerak kattaligini. Hozir ko'rsataman. Kolosi bo'yi deyarli men bilan bir xil. Yana zo'r tomonini ko'rsatay buni. Hozir zo'r tomonini ko'rsataman. Buni mana shunday qilib texot qilsa bo'ladi, spokойно. Tagida hamma narsa ko'rinadi, bemalol. Podyomnik ham kerak emas. Juda sodda ishlangan. Juda sodda ishlangan. Hozir men bu yoqni ko'rsataman. 4 ta kolosi ham diskoviy tormozlarda. Maza qiling. Taklari hamma narsa ko'rinadi. Обслуживание вообще muammo emas. Lekin rezinasi zo'r, низкий давление. Mana shunaqa monster truck. Tak, mana bu nimaligini kim biladi kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu rocket realni transport, ya'ni hozir Rossiyada ham moda kiryapti. Ko'pimiz ko'rganmiz, Amerikada ayniqsa bu narsa rivojlangan. Ya'ni shu toshlarga yurishga mo'ljallangan. E'tibor bering, qanaqa perikos qilyapti. Orqasini ham podveskasi ko'rsataman. Buni xodlar juda katta bo'ladi. Mana shundoq. E'tibor bering, orqa kolos ham buriladi. Xohlagan joyga chiqadi, lekin kokpitiga вообще 5 ketdim, hozir ko'rsataman. Pasatkani qarang, bu yerda o'tirasiz, bitta oyog'ingiz bu tomonda, tormoz, bitta oyog'ingiz bu tomonda. Переключение тумблери, скорость bu tomonda. Privorkada datchik temperaturadan boshqa deyarli hech narsa yo'q. Indikatorlar faqat qo'yilgan, mo'ynikini. Mana bu yerda ham apparat, lekin вообще tema bunaqasi O'zbekistonda yo'q, lekin kimdir yig'sa ham birinchi bo'lib qoladi. Perikosni ko'ryapsizlarmi qanaqa? Bu ham bunaqasiga buriladi, ham bunaqasiga, короче. Mana yonda yana bittasi turibdi. Juptriya uchun qilingan, mana ichiga minyapti, minishni qarang. Minishi o'zi ham bitta dunyo. Tak, podveskasini ko'rsatmoqchi edim. Mana расширительный bachogini qarang, podveskaning qanaqa katta. Mana qarang. Buni ham xuddi shunaqa orqa kolosi ham buriladi, oldini ham buriladi. Вообще dahshat. Shopir ichida. Вообще shunaqa tema kimga qiziq? Fikrlaringizni yozinglar kommentariyaga. Apparat lekin bambez. Hozir realni gonichni bagini ko'ramiz hozir. Olti oy qurganman shu bagini deyapti hozir egasi. İçini qarang buni. Samolyotga o'xshab ketadi. Prosta dahshat. Hamma yoq karbondan. Karbon. Конечно, chiroyli yasalmagan, lekin bu gonichni balli tushunishlaringiz uchun oldidan ko'rsatib yoraman. Dakarda ham chiqadi bu. Bagiga nechi baho qo'yib yuboringlar. Radiatorlarni ko'ryapsizlarmi kattaligini? Primoy oldindan so'radi. Orqasida ham dop radiatorlari bor. Pishi apparatning. Nastoящий rallyni balet. Haqiqiy истребительni ko'pchilik qiziqqan bo'lsa kerak, raketlar уже emas, uchebni ekan. Turbinasida menga rosa qiziqman, turbinasi qanaqa ichidan ko'rinadi. Mana ichi qanaqa ko'rinadi turbinani. Agar u ishlasa borku 1 sekundga o'zidan yoqib oladi. Orqasida turbinasi ko'rinyaptimi? Mana shunaqa xavfli apparat, lekin mana bu yerda ham qushlar in qurgan qarang. Tak, yana qiziq tomoni nimada? Mana bu parashyut chiqadigan joy. Qilib o'tadi. Qiziqadiganlar bizda ko'p. Antiqa texnikalarda realni живой истребитель.
Bu mashinani kim tanidi? Taniganlar bormi? Mashina DeLorean, amerikanskiy brend dizayner tomonidan ishlab chiqarilgan va bu mashina qayerda chiqqan? Qaysi kinoda? Yozinglar fikrlaringizni kommentariyada, hozir aytaman. Yoshlikda ko'pchilik esingizda bo'lsa kerak, men tengilar biladi, Nazat budushi degan kino bor edi. Ana o'sha yerda ushbu mashinada vaqt orqali puteshesiya qiladi, ya'ni mashina времени qoladi. Va mana shu DeLoreanni mana bu stokoviy состоянияsi originali, bu esa aynan kinoga ilhomlantirib, kinoda bo'lgan DeLoreanning kopiyasi yasalgan. Hozir ko'rsatib yoraman ichidan, oldinidan ko'rsatib yoraman, ichini esa oldindan ko'ramiz. Mashina adashmasam 60-70-yillarda chiqqan mashina hisoblanadi. Buni dizayneri adashmasam Chevrolet'da ishlagan, oldin o'sha yerdan chiqib отдельно bitta zavod tashkil qilib, ana shu DeLorean mashinani chiqargan. E'tibor bering, alyuminiy panelda to'liq alyuminiydan kuzov ishlangan, mashina o'ta yengil bo'lgan va bo'yalmagan, ko'ryapsizlarmi? Ushbu texnologiyani Elon Musk yaqinda joriy qildi o'zini Cybertruckda. Lekin bu o'sha paytda ham bu ideya bo'lgan va bu ideya amalga oshirilgan. O'zini zamonasi uchun o'ta ilg'or bo'lgan, ham dizayn tarafdan, ham material, ham konstruksiya jihatdan. Mana bu chista kinodan ilhomlantirib o'zgartirilgan DeLorean. Bu stokoviy состоянияda. E'tibor bering, to'liq alyumindan ishlangan. Mashina yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Shu mashinani kim tanidi? Taniganlar bormi? Hozir aytaman qayerdaligini, ungacha kommentariyada yozishga ulgurib qoling. Bu mashina albatta Fast and Furious yoki bizani ko'pchilik biladiganday Farsaj filmida chiqqan Volkswagen Jetta amerikanskiy versiyasi. Buni YouTube'da bitta avtobloger, ya'ni tuninger olib zavodskoy, ya'ni kinoda chiqqan sostoyaniga olib kelgan zavodskoy Volkswagen Jettani. Kinoda o'sha mashinani ko'pchilik biladi, buni haydovchisini otib ketishadi. Ssenariy bo'yicha bola matematik bo'ladi, tuninglarga, motorlarga yaxshi tushunadigan mexanik bo'ladi. Xullas, mana shu mashina Volkswagen Jetta Fast and Furious'dan, ya'ni Farsaj filmidan. Birga bir kopiya qilib yasab qo'yilgan. Kimga qiziq bo'lsa, YouTube kanalida qidirib ko'rsangizlar bo'ladi. Bunda celi show qilingan, YouTube'da kirib to'liq videosini ko'rishlaringiz mumkin. Tak, endi keyingi pavilyonga o'tdik. Undan chiqqandan to'g'rida bo'ladi endi. Bu tomonda endi mototexnikaga bag'ishlangan pavilyon. O'ng tomonimizdan Regul Moto, PVR Racing, Sharmax, FX Moda, Alpine. Bular bir boshda hammasini ko'rib chiqamiz. Sizlar tarafda bo'lsa, sizlarga ko'rsataman. Shopping uchun tayyorlangan mana bolidni qarang. Rosa shovqin bu yerda. 6 silindrlik dvigatel. Rama полностью customni, приводlarni qarang qanaqa qilingan. Lazushi Pascal deb yozib qo'ygan. Salon mana shu kovshlar. Минималистичная рулевая колонка. Beshina apparatlik. Hozir rosa shovqinli, chunki bu yerda avtosport bo'yicha tuningovni mashinalar kelgan, mana buni qarasam, kolonkasi ma'lum tuningan, lekin вообще gap yo'q. Bush bilan chiqarib qo'yganingizni qaranglar, Audi A8. Orqasida mana shunaqa silitili diskalariga e'tibor bering, kolonkalarini, salonni tomosha qiling.
Yana bitta zo'r tomonni ko'rsataymi? Bunda tepasida mumiya yotibdi. Просто shutki avtomobil lekin, shutki. Ko'rinishi lekin gap yo'q uni fantaziyasiga. Yon tomonni ham tomosha qilinglar. Bu yoqda yegipetskiy simvollar, hierogliflar ham yo'qda. Mana mana bu Jaguar-ku вообще subwooferni yomoni qo'yilgan, salonda hozir ko'rsaman. Niska chistotni beradi. Pastginaga lekin qanaqa vibratsiyalar beryapti qarang. Kapotlarigacha o'ynaydi. Telefon beradimi yo'q bilmayman, lekin mana bu yoqdan ko'rsataman. Hattoki shishalar ham osilib qolgan, bu yoqda ochib qo'ygan, chunki ko'p issiqlik chiqaradi. Silitsilari kabellarni qarang, shunaqa. Ayol ichib o'rtasaga sochlar tikib qo'ymoqchi, qimirlamasdan yuradi. Yo'qda ham shunaqa, rosa shoqillik berdi. Kimni tovushi balandroq deb polni ochib yuborishgan. Kim bu vertolyotni biladi? Legendarniy Chorna akula haqiqiysi. Yoshlikda kim kinosini ko'rgan Chorna akulani? Mana shu vertolyot bo'ladi. Legendarniy vertolyot o'zicha prorыв qilgan vertolyotostроение industriyasida vaqtda, lekin sotuvlar barimi yaxshi qanchalik bo'lmagan. Buni o'ziga xos tomonlari bor. Buni hali o'zini zamonavisi uchun juda vaqtli chiqqan deyshadi. Lekin kinoda hammani yorib yuboradi, lekin bu vertolyot просто super vertolyot bo'ladi. Kim ko'rmagan bo'lsa ko'rish maslahat beraman. Chorna akula ismli film olingan aynan mana shu vertolyotning reklamasi uchun. Chorka BMW klassический stilda va yonida Nissan Skyline GTR 34-kuzovda. Grafikasiga e'tibor bering. Grafika o'zi nechinchi marta o'chiratyapman. Modaga kirgan shekil, anime stilidagi, multfilm stilidagi. Juda qiziq chiqdi. Nega qisqati yana o'sa ketdik. Mana bu tuningovni yaponskiy tachkalar bor. Bor birgalikda tomosha qilamiz. Dachda avtosport bo'lyapti, rosa shovqin lekin boramiz, u yerni ham ko'ramiz. Ketdik. Toyota Supra legendarniy avtomobil, sostoяние просто ideal, akkuratna qilib saqlangan. Ana stop diskalari faqat tuningovni, motori tuningovni. Ichlari hali ideal sostoянияda. Bitta orqasini ham ko'rsataman. Bu mashinani taniganlar bormi? Hozirgi yangi avloddan. Legendarniy avtomobil turbirovnida yana xuddi shuni motorida mana bu yerda ham yana bitta tuningovni model. Rednoy 6 silindrovi motor bilan turbinani kattaligini e'tibor bering, qanaqa kattaligini. Mashinaga rosa mehr berilgan Toyota Crown, adashmasam agar. Biladiganlar bo'lsa, avizatsiyadan yozib qoldiringlar. Orqalarini tomosha qiling. Mashinani просто ideal sostoяниеga olib kelishgan. Rangi ham rosa chiroyli. Yulduz ornamentlariga e'tibor berayotgan bo'lsangizlar agar, bu yoqda anaqa xotinim kutib turgan deb aytdi, kiyib qo'ygan deb aytdi deb yozilgan, bilmaydiganlar uchun. Mashina mana shunaqa. Lechi bu mashinaga bitta baho berib qo'yinglar. Tak, jiplarga qiziqadiganlar bor bilamiz, auditoriya o'zi borib, просто superskiy jipni ko'ramiz. Yana barcha musobaqalarga va o'shanga o'xshagan musobaqa qatnashadigan realniy bolidni ko'ramiz hozir. Ko'pchilik menimcha internetda ko'rgan 150-180 km tezlikda Luboy, Yamapama, Aru-Paru, Luboy joydan sakrab, jumlalardan sakrab yuradigan mashina, o'sha realnisini o'zi ko'ramiz. Men buni batafsil ko'rsatishga harakat qilaman, chunki bunaqa narsa bizda yo'q. Men o'zim ham ko'rmaganman, lekin
Bu absolyutna custom narsa ekan. Umuman zavodskoydan bu yerda hech narsa foydalanmagan. To'liq Monaco grama yasalgan va unga plastikdan, ya'ni komponentlar taqiqlangan evaksitkadan qilingan kuzov kiydirib qo'yilgan. Aynan eng buni o'ziga xos tomoni bu dvigatel podveska. Dvigatel bu odatda V8 turadi, 8 silindrli motorlar, amerikanskiy motorlar, podveskalari Fox'ovskiy eng navarrochini podveskalari. Ko'rayotganingizdek, mana bu podveska orqasidan xuddi shu amortizator turibdi va buni o'ziga xos tomoni bunda chagalar e'tibor bering, qanaqa ketgan. Независимо har bitta kolisoga richak ketgan, mana orqasi mosti bor va bu katta xodlarni beradi. O'zim sizlarga ko'rsataman. Podveskani oxirigacha ochilgandan keyin rementlar ham turadi. Podveskani tushib ketmasligi ushlab turadigan страховочный rementlar. Chunki bu podveska faqat o'shidan o'shib oxirigacha ishlaydi. Amortizatorlarga e'tibor bering. Har bittasiga alohida moyni tez yurishi uchun kanallar qilingan, расширительный bachok. Fox'ovskiy filtrni kataligiga e'tibor bering qanaqa. Tak, salon qismi bunda eshik yo'q, bunda aynan mana shu yerdan ochib kiriladi. O'z narigi tomonni ochib o'tib ko'rsataman. Hozir bu tomondan navigatsiya, priborkalari ichini ko'ryapsizlarmi qanaqa? Karkasga e'tibor bering, hozir ko'rsataman. Mana polностью karkasda qilingan. Mana bu yog'i ham mana shuncha temir yana qo'yilgan. Monaco dugala bu salonga kirish uchun zinapoya hisoblanadi. Go'shti mamlakatdan chiqqan, hozir ko'rsataman. Orqa podveskasi alohida e'tibor qaratadi. Fox'ovskiy amortizatorlar. Mana sami pro versiya. Podveskasini mana shu uzun richaklarda orqasidan ko'rinishi, zapaskalari mana bu odamimizga yaqqol ko'rsak bo'ladi. Ko'rayotganingizdek mana полностью Monaco shassi. Bizdan faqat mana bunaqa plastik cover yasalgan. Evaksitkadan podveskasiga bitta e'tibor beringlar. Buni podveskasi ishlashini tushunishlaringiz kerak. Mana xuddi shunaqa Fox'ovskiy amortizatorlar qo'yilgan, oldiniga singari. Bu richaklari bunga ham mana rementlar turibdi. Podveska tushib ketmasligida ограничитель bo'lib xizmat qiladi. Napoleonchining radiator bu yoqda turibdi, sovutish uchun. Benzabaki bu yoqda joylashgan. Benzabak mashinaning o'rtasida joylashgan. To'liq alyumindan qilingan, akkumulyator ham mashinaning o'rtasiga. Chunki mashina qimirlaydigan sari daq bo'lganda sentr qimirlamasdan turadi va bu komponentlarda maksimalni stabilni turadi. Ya'ni salonni ko'ramiz. Salonni e'tibor beringlar. Огнетушитель koshlar, 4 точный remenlar bilan salon полностью Monaco. Tepasi ham buni ichi rosa qaynasa kerak, chunki полностью temirdan qilingan. Lavabo shishalik bunda turibdi hozir. Tez almashadigan element hisoblanadi, chunki mana bu yerda ko'rinib turibdi, kleyda turibdi. Bu menimcha chas almashadi, shuning uchun bironta arzon mashinani to'g'ri kelsa kerak. Oynalar uchun alohida dugalashlab chiqargan, ya'ni yiqilgan, ag'dargan paytda oynalar sinib qolmasligi uchun. Ichi mana shunaqa. Korobkasi avtomat. Mana richaglan sistemasiga e'tibor bering. Qanaqa kosa ugulda qo'yilgan, chunki katta tezlikda udarnani urish uchun qilingan. Mana bu yoqda mana go'shtni chiqib ketadi, ko'rsatmoqchi edim sizga. Mana bu kokpit izolyatsiya qo'yilgan, go'shtning issiqligi urmasligi uchun, lekin bari ichi qaynab ketadi buni. Gonka payti bu yoqda go'shtni narigi tomondan xuddi shunaqa go'sht. Har 4 ta silindrga alohida go'sht chiqqan. Mashina prosta bomba. Taxmin qilinglarchi, mana shunaqa bolid yasash uchun qancha pul ketadi? Nima deb o'ylaysizlar? Tema. Endi jipga qiziqadiganlarga bu videoni tashlab qo'ying. Ketdik dalish. Klassika hech qachon eskirmaydi. Mana bu nolikka bitta baho bering. Pnevmada ustlari yechiladigan qilingan. Lekin biz hozir mana bu mashina to'g'risida gaplashamiz. Pirashkavoz ideal sostoyaniga olib kelingan. Buni biladiganlar bormi? Salonni ko'rsataman, tarbetkalari tiktirilgan, chunki menimcha buni hamma paketga o'zi yorilib bo'lgan bu mashinaniki. Salonni deyarli stok sostoyanida saqlab qolingan. Kuzovni pokraskalariga e'tibor bering. Kraskasiga rosa mehr berilgan buni. Qizil perlamutrdan urilgan, orqasi mana shunaqa pick-up qilingan. Mototsikl olib yurishga juda qulay. Alyuminiysi ham polirovka qilingan. Mana orqasi yana ochiladi, tushirib qo'ysa ham bo'ladi. Mesela chiroyli pick-up chiqqan.
Mashina yoqqan bo'lsa, sizdan bitta like bosib tushunadigan tanishlarga jo'natib qo'ying. Abrunich nima deyapti? Land Rover qancha mehr berilganligiga, aerografiyasiga bitta e'tibor bering. Soatlab ustiga ishlangan bo'lsa kerak, agar sutkalar bo'lmasa agar. Bu yerda yaponskiy texnikalar, Honda'ning yangi elektrichkasi. Marato'ylar aerografiyalarga e'tibor bering, mana buni qo'pol chizilgan. Mana Subaru'ni aerografiyasini yorib olganlik. Olib beradimi yo'qmi kamera? Volvo krasotkan. Yonida Dodge Ram 1500 Hemi Mastodon prosta. Amerikanskiy muskullarni yaxshi ko'radiganlar uchun mana yonida yana bitta Dodge. Challenger'ning variantlari bormi? Aha, Dodge Challenger. Yonida vazn qarang, tani bo'lmaydigan darajada qilishibdi-da buni. Shunaqa xunuk mashinadan shunaqa chiroyli mashina yasab olishdi. Ichlarini chista sportivni body kitlar taqib qo'ygan. Yasalgan desam xato qilmagan bo'laman. To'liq mashinani dizaynini butkul o'zgartirgan. Buni e'tibor bering, qanaqa. Rallini bolid. Tak, bu yoqda yana mashinalar. Bu yoqda ham. Bu yoqda grafika bo'yicha основном pavilyon. Bu yoqda ham BMW e'tibor bering, rangini yorib olish. Birgalikda tomosha qilamiz hozir. Qandoq qilib mana bunaqa переходlarda odam dizayniga keladi. Buni faqat rassomlar his etadi. Chiroyligini qarang buni. Sochini chiqqandan qara. Krasota просто. Buni kim tanidi? Wow, rangi просто bomba. Qiziq, bizda mana shunga ruxsat berisharmikin? Buni nima deb texpasportda yozadi? Fikrlaringizni bitta yozib qo'yinglar kommentariyada. Amerika klassikasini sevadiganlar bormi? Mana bu idealni Cadillac'ga bitta e'tibor bering. Uzunligini prosta kamera olib bera olmasa kerak. Mana shu o'zidan menimcha kolosi oxirigacha 1,5 metr, 1 metr 20 chiqadi. Ba'zan uzunligini qarang buni. Shuraki ekranga olyapman, buni uzunligini olib bera olmasam kerak, lekin bu rosa uzun mashina. Mana bu qarang chiroyligini. Va ideal состоянияda hammasi. Yonida Ford GT. Buni qarang, pick-up versiyada ideal состоянияda saqlanib qolingan. Mana buni El Camino desam, bu Ford'niki ekan. Kim biladi bu qaysi model? Pick-up yana. El Caminoga явно konkurent, lekin men bu mashinadan eshitmaganman. Biladiganlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Yonida mana BMW. Ketdi. Orqamda hozir trassa, enduro trassasi hali qurishyapti. Xudo xolasa ertaga musobaqa bo'ladi bu yerda. Nasib bo'lsa agar birgalikda tomosha qilamiz. Trassani bitta ko'rsatmoqchi edim, chunki bizda ham enduroda qiziqadiganlar kundan kun oshib ketyapti. Demak, mana brivnolarni qarang, bunaqa brivnolar bizda qancha defitsit topish kattaligini uni. Tak, bu yoqda mana bunaqasiga ketadi. Yana brivno, pokrishkalar. Ustida yana brivno tepadaylar. Lentalar ko'rinyaptimi yo'qmi? Yana pokrishkalar. Xullas qiziqarli bo'ladi, xudo xolasa. Birgalikda tomosha qilamiz. Sog'a aynan bitta demonstratsiya qilib beraman dedilar, hammasi ishlaydigan. Gap yo'q degan lekin.
Betondan zo'r yuradi deylar, off-road haydagan shekil. Orqasi o'ynayapti ham, qarang, qarang. Ого. Сколько лет вы на нем тренировались-то? Всю жизнь. Да нет, когда мне было 10 лет назад, должно было 60 лет, я решил научиться на одном колесе. Ага. А На на этом я моноколесе. сразу же практически. Ну, я их сделал 10 штук, это уже. А, Сами 10-й. Супер. Молодец. Те, что были велосипеды. Qarang, tormoz mexanizmi. Oba. Mana buni kim ko'rgan? Men internetda ko'rganman. Ajoyib. Bunaqasi hali bo'lmagan. Oho. Orqaga ham to'xtar ekan, orqaga yurib to'xtar ekan. Там конь. Супер вообще. Talant. Mana shunaqa odamlar bor, talantli odamlar qarang. Zo'r. Keyingisini ko'ramiz mana. О. Это как моноколесо, в принципе. Ух ты. Tanishlarga jo'natib qo'yinglar bu videoni. Super вообще. Так, пока что Dodani boshqa anaqalarni ko'rsataman. Ha, velosipedga e'tibor bering, qanaqa qilingan. Doda вообще yasarkan. Hammasini o'zim qo'lim bilan yasadim men deydi. Bu полноприводный велосипед. Ham задний привод, ham передний привод, yana korobkasi bilan, skoroslari bilan. Уникальный bunaqa narsani sizlar ko'rmagansizlar. Полноприводный велосипед. Privodni qarang. Orqa kolosiga, oldin kolosiga yana korobkasi ham bor. Dahshat. Уникальный bunaqa narsani sizlar ko'rmagansizlar. Полноприводный велосипед. Privodni qarang. Orqa kolosiga, oldin kolosiga yana korobkasi ham bor. Dahshat. Dunyodagi eng kichkina velosipedlar mana shu yerda. Tomosha qilinglar. Dunyodagi eng kichkina velosiped. Agar Tesla hozir eng kattasini, eng kattasi. Bunaqalarni biz ko'rganmiz chet elliklarni, lekin Doda buni hammasini o'zi yasagan ekan. O'shalarni ko'rib olib, bu yoqda yana har xil velosipedlardan. Mana bu velosiped qarang, drift qiladigan velosiped. Mana buni qarang. Bunaqani ko'rganmisizlar? Ikkitalik kolesli velosipedlar. Buni qarang. Dahshat, bu sot uchun qilingan bo'lsa kerak. Lekin yengil anaqada telefonlari bilan turibdi. Buni kolesini qarang. Sakrab yuradi. Oldin kolesini ham qarang. Sakrab yuradigan. Вообще antiqa velosipedlar, buni qarang, anaqasi qayerda. Pedal bu yoqda, привод сразу передний приводный velosiped. Вообще dahshat. Men velosiped tomosha qiling. Mana shunaqa velosipedni qachondir yasamoqchi bo'lganman. Gruzovoy velosipedimdan keyin velosiped qilganman, shugacha kelmaganman. Bular hammasi antiqa ko'plar. Tomosha qiling. Bu velosiped tomosha qiling. Bu nima bu deydi klaun tomosha qiling. Oldin sidenka teskarisiga ko'ryapsizlarmi? Bir-biriga o'tirib haydaladi. Antiqa velosiped, mana qiladigan velosiped, mana velosiped qarang. Rul bunaqasiga, sidena bunaqasiga, pedal bu yoqda. Qandoq qilib haydaladi bu narsalar. Dahshat. Mana standart riderskiy, короче, velosiped uni qarang. Orqasidan aqib qo'yilgan, oldini ko'tarib haydab ketaverasiz. Ajoyib narsalar. Endi ana Doda o'zlarini sekretlarini olib chiqdilar yana. Tak, Expo Hallga kirdik. Основной zalga. Endi ketdik, bu yoqni ko'ramiz. Bu yoqda tayyor texnikalar, bu yoqda custom texnikalarni borib ko'raylik. Bu yerda просто peshna apparatlar, именно drag racingga bag'ishlangan joy.
drag racing qiziqadiganlar bizda bormi? Kommentariyada yozib oling. Nastoyashi drag apparatlar. Haqiqiysini ko'ramiz o'zi dragsterlarni. Haqiqiysi. Bunaqasi hali O'zbekistonda yo'q. Buni qarang. Полностью углеволокноdan kokpit. Salon ichini ko'rsin. Dahshat. Uski qilinadi, shamolni yaxshi kesish uchun uzun qilinadi. Busa dragsterni bu ham. Вообще drag racingga busa eng tuningo'yimi, eng ko'p ma'lum qarang. Voy, nima ballo deydi. Bu nima bu deydi. Voy, uzunligini. Motor qarang, motor. Kokpit. Elektron priborkasi ham bor ekan. Dvigatelni qarang, nagnitatchini kattaligini. V8 amerikanskiy. Stop-stop korobkani qarang kattaligini. Nagnitatchini. Voy. Topливный bak. Benzindan bitta zayeska yetarli qilib solinadi, vesini yengilroq qilish uchun. Pusir balonlar. Parashyuti to'xtash uchun. Ular ikkalasi har xil klassda chiqadi, o'sha uchun tushunish kerak. Уже чисто anaqa, самый мощный klass. Mercedes-Benz SLS 63 AMG. Taxmin qilinglar mana shu mashina qancha turadi. Buni o'zi zavodskoy narxini ko'pchilik biladi. Qiziqadiganlar endi. Ana endi buni tuning qilishga, mana shu sharoitga olib kelishga qancha pul ketganligini taxminlashim. Чисто гоночный bolid. Ishlarini ko'rsam, maksimallar hamma narsa olib tashlangan, yengil qilingan, karkas qilingan, orqa spoilerini e'tibor bering qanaqa. Voy. Buni qarang. Просто bomba apparat. Fikringizcha ushbu mashina necha pul turishi mumkinligini kommentariyada yozib qoldiring. Porsche Carrera Turbo S versiyasi Targa. Nima deb o'ylasa bu necha pul turadi? Necha pul turishidan qat'iy nazar bitta narsa aytaman sizlarga. Bundan ko'ra qimmatroq mana bu orqasidagi narsa turadi. Bu Aston Martin'dan chiqqan yagona mototsikl, ya'ni yagona model. Ko'rayotganingiz telefonni bu yerda qo'yasiz. Hamma narsa telefonning o'zidan chiqadi. Tormoznoy mashinkasi ekan. Minimalistiskiy, start stop, start dvigateli. Bu mototsiklning narxi bu mashinaga nisbatan ancha qimmat. Stenkani qarang, shundoq kojani qo'ygan. Eksklyuzivni sanoqli chiqqan dunyo bo'ylab va bu mototsikl yo'llarda haydashga ruxsat berilmaydi. Bu kolleksion mototsikl, tushunishingiz uchun va odamlar buni xarid qilish uchun navbatlarda turib, ilk sotilaman deganda tiraj srazu sotilib bo'lgan. Hali mototsikl chiqmasdan oldin. Ko'rayotganingiz hamma narsa frizirovani qilingan, chunki bu shtuchni qilgandan keyin qolipda qilinmagan. Bunda hamma friza bilan ko'p elementlari frezada krishkalarni ham e'tibor bering. To'liq frizirovani. Men bunaqa mototsiklni lekin hayotimda ko'raman deb o'ylamagandim, lekin Moskva bizda bor. Stenkani e'tibor bering qanaqa qilingan. Hamma yo'q shedevr, lekin podveskani eski mototsikllarga o'xshab ketadi. Tormoznoy bachoklarning joyini qarang qanaqa qilingan. Просто shedevr. Tormoznoy ruchkani ruli ham qarang, полностью frizirovani. Mashinkalar qanaqa qilingan, podveskani ishlashlari. Mototsikl to'liq karbondan qilingan, bu elementlari ham karbondan qilingan. Podveskani ko'rsatib yoraman. Красавчик. Tak, legendarniy Minsk mototsikli. Ko'pchilik mendan so'raydi, yangi Minsklardan yo'qmi deb.
hozir sizlarga yangi Minsklarni ko'rsataman. Bu ikkalasi hozir elektrический versiyalar, shuning uchun bizga qiziq emas, elektrlanmas deyarli bir xil bo'ladi. Bizga qizig'i mana. Ko'pchilik so'raydi, qani yangi Minsk bormi? Po suti motorni ko'ryapsizlar, nima motor bu? CG motor, 200-250 kubalik, 150 kubalik. Ular o'sha CG motor. Nimaga ko'p o'xshab ketadi? Qaranglar, yaxshilab qarasangizlar, Lifan 250 13 modeli, ya'ni o'sha Yamaha UBRdan ilhomlantirib qilingan mototsikl. Полностью Xitoy komplektuющийlarda menimcha diskalari ham o'zlarida yig'ilsa kerak, qancha stupitsalari Xitoynikiga o'xshab ketyapti. Bu legenda, конечно, Moskvich. Biz ham buni yoshlikda Kashka deyardik, buni motorini olib mopedlarga qo'yardik va moped prosta uchardi. Ikkita modelni ko'rsam, mana modeliga e'tibor bering, nimaga o'xshab ketadi? Dayanga juda o'xshab ketadi, to'g'rimi? Bu ham xuddi shunaqa CG motor, 200 kubovli, narigisi 125 kubalik. O'sha Minsk qolmadi. Oldin Xitoy motorlari qo'yilardi, Minskga hozir полностью Xitoy bo'lib ketdi. Ular shunaqa. Mana bu ham o'zi moda. Rossiyada, ayniqsa bezdorojye, kartinglar faqat off-road uchun mo'ljallangan. Ko'rayotganingizdek podveskasi bor, orqasida ham, oldinida ham elektrический versiyasi, bunisi benzinlik versiyasi. Ma'zaga bunisi qiziqroq deb o'ylayman. Karting off-road uchun 200 kubalik motorda 1,5 litr bakini hajmi, полностью avtomat. Xullas, mana shunaqa narsa. Trendda bularni lekin Rossiyada kimlar sotyapti? Xitoyliklar sotyapti, Xitoyliklar. Va bu safar rossiyskiy выставкада Moskvada bo'lib o'tgan mana shu eng katta moto выставкасida xitoyliklar juda ko'p. Biz o'zimiz xitoylik delegatsiya bilan birgalikda keldik bu yoqqa. Bundan tashqari juda ko'plab delegatsiyalar aynan Xitoydan kelgan. Hukumat hozir juda katta e'tibor beryapti. Xitoy biznesini chetga ekspansiya qilish. Yana yangi bozorlarni topish uchun Rossiya bozori juda katta. Ko'plab xitoyliklar unga qiziqib Rossiya bozoriga kirib boryapti. Avtomobillari butun bozorni egallab olgan. Kelishda ham ko'p salonlarni ko'rdik. Aynan Xitoy avtomobillari salonlari juda ko'p. Deyarli o'sha Yevropa mashinalari ko'rmaysiz yangilarini. Ular shunaqa. Ketdik, dalshi tomosha qilamiz. Bu yoqda endi velosipedni ekspo ketyapti. Ninebot bizga qiziqroq, borib ko'ramiz. Xitoyning eng ilg'or elektroproizvoditellaridan bittasi. Rossiyada nimalarni ko'rsatyapti? Ninebotning stendiga keldik. Rossiyada Ninebot ham juda populyarni. Bu Xitoyning eng ilg'or Nioga o'xshagan, Nio bilan konkurent qiladigan zavodlardan. Prosta sizlarni narxlar bilan tanishtirmoqchi edim. 3000 wattlik motor, 48 volt, 30 amper chaslik, 270 ming rubl. 75 ming hozir $100 7500 bo'lsa agar, endi hisoblab oling. Taxminan $3000 baland chiqadimi elektroskuterlar? Mana shu Rossiyaning bozori katta bozor. Hozir men sizlarga bitta modelni ko'rsatib o'raman. Yangi model. Ikkita batareya bilan 300 kilometrgacha yuradi deydi. Po faktu, конечно, kamroq yuradi. Narxini qarang, 570 ming. Deyarli $8,5-9 ming atrofida chiqadi puli. Yangi model. Litsion batareykada. Olarmidi 8-9 ming dollarga elektroskuter? Fikrni kommentariyada yozing. Faqat bu pullarga Gentra Nexia deb yozmang. Uni o'zini xaridori bo'ladi. Billy's Garage. Rossiyaning производствоsi. Vizixotlar, hatto elektrический versiyalar bor ekan. Hozir ko'rsatib beraman. Mana buni qarang bitta. Вообще sayr qiladigan-ku. Hozir men buni sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Oppoq sidenada, salon orqasi ochiq. Tan chiqib orqasiga bemalol aylansa bo'ladi. Prosta bronирован orqasida kirishi, taxtasini qarang, xuddi qimmat yaxtalarga o'xshab qilingan. Motori dizelni, burilishi mana shundan buriladi bu. Ko'rayotganingizdek, o'ngga chapga qilib o'sha bilan artiladi. Salonga e'tibor bering. Mana bunisi mana yangi model. 6 g'ildirakli. Dahshat. Yana elektrический buning ustiga. Rossiyada, конечно, vizixotlardan nomer 1. Tak, mana bu интересный bitta разработка ko'zim tushdi. Передний подвескаga e'tibor bering. Bu yog'i жесткий и mototsiklni amortizator, задний amortizator turibdi. Ishlash prinsipini tushunyapsizlarmi, qanaqasiga ishlayapti? Elektrический bu. Bu shassi, tushunishlaringiz uchun motor primoy o'qni o'zida joylashgan, ya'ni tepis o'ynamaydi. Вообще zo'r konstruksiya qilingan. Endi injeneriyaga qiziqadiganlar bo'lsa agar rosa bu yoqadi sizlarga. E'tibor bering, motorning oshi
prям maydning osti bilan bir xil chiqadi. Ya'ni tepis bo'shab o'ynab o'tirmaydi podveska o'ynashiga qarab. Xuddi shunaqa oldin podveskasini ham e'tibor bering qanaqa ishlaydi. Zo'r o'ylab topilgan управление. Rulni udarlarini yumshatib beradi bu yoqqa mexanizm. И в то же время задний amortizator hisobida mana podveska полностью xuddi BMWda sistemasiga o'xshagan narsa. Zo'r qilingan. Rulevой kolonka tepaga ko'tarilgan. Bu imенно baja stildagi haydash uchun yo Dakar stilida haydash uchun удобный посадка. В то же время juda katta xodlarni beradi podveska uchun. Bunaqa videolar qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Aynan texnarlik videolar. Tak, mana bunaqa kitkarlarga bitta e'tibor bering. Bolalar uchun yaratilgan 1500 quvvatli elektr dvigatel bilan jihozlangan. Mana bu вообще aerografiya qilingan hamma yog'i. Ko'rinyaptimi? Narx kosmический. Bemalol buni puliga Malibu olsa bo'ladi. To'liq customni avtomobil, elektromobil bolalar uchun. Hozir ana endi yanta stepga kerak bo'lsa dahshat tomosha qilinglar, bu yerda kayflasizlar. Faqat mototsiklga taalluqli, velosipedchilarga taalluqli. Lekin mototsiklga juda qiziq bo'ladi, chunki mana birinchi mana bu ko'ryapsizlar, customni velosiped to'liq karbondan qilingan. Hammasi Rossiyaning o'zida yasatilgan. Elektrokomplekt tujda, конечно, Xitoyniki bo'ladi. Xullas, mana shu mototsikl narxi 1 million rubl. Endi velosipedda bo'lmaydi, chunki motor 5 kilovatlik. Tushunadiganlar biladi, 5 kilovatlik motor bemalol 70-80 km tezlikgacha chiqadi. To'liq karbondan qilingan. Bu custom masterskoy mana shu razravodka qiladi va qo'yiqlasangiz, sotib olsangiz ham bo'ladi. Narxi 1 million rubl. Eslatib o'taman, kurs 7500 rubl. Bu $100. Mana velosipedga e'tibor bering. Oldiniga podveskasi qanaqa eski Urallarga o'xshab ketadi. Mana bunda вообще ham yonlarini ham eskichaga o'xshab zanglattirib qo'yilgan искусственный. Mana chiroyligini qarang buni. Podiumning o'ziga ham e'tibor bering, qanaqa mehr berilgan. Lattaga qum solib, chereplar ham qo'yib qo'yilgan. Krasavchik. Tak, keyingisi bizada 2 kishilik velosiped, bu ham customni ma'mul velosiped chiroyliga e'tibor bering. Mana nimaga o'xshab ketyapti? Skeletni qo'yilganmi, nimaga o'xshab ketyapti? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Dahshat, bu velosiped chiroyligini qarang. Odamlar aylantirmaslik uchun bitta anaqani teskarisiga tashlab qo'yishgan. Sodda va chiroyli ishlangan velosiped to'g'ri. Mana yana bitta customni diskalarga bitta e'tibor bering, qanaqa chiroyli. Mana bunga e'tibor bering, ramas qanaqa. To'liq temirdan ishlangan, hammasi custom, oldin vilkasi eski mototsikllarga o'xshab ketadi. Ajoyib. Elektrovelosipedlar. Temная faza. Bu Texno Neo podveskasiga e'tibor bering, qanaqa qilingan. Amortizator bioda ishlash prinsipini rulga urmaydi. Xuddi mana shu BMWning sistemasi singari qilingan. Mana bunga e'tibor bering. Elektrovelosiped bu mototsikl, bu elektromototsikl. Pedallari qo'yilgan, shuning uchun velosipedda hisoblanadi. Chiroyliga bitta baho bering buni. Bu ham ideal ko'rinishda olib kelingan, xuddi zavodskoy produktday yoki mana bunga e'tibor bering. Chiroyligini. Velosipedlarni qadrlaydiganlar uchun. Bu tomonda mana bu stil menga yoqadi, ko'pchilikka ham. Velosiped tez o'tamiz. Mana buni e'tibor bering, mana buni dizayniga. Qayerdan bu do'zaxdan chiqib kelgan mototsiklga o'xshab ketadi. Hamma yog'i spesial mana shunaqa zanglatilgan. Detallarga juda ko'p mehr berilgan. Buni soatlab tomosha qilsangiz ochilib kelaveradi bu velosiped, qarang. Eski sportivniy mototsikllarga o'xshab ketadi. Tez o'tamiz. Bu mana velosipedga e'tibor bering, mana. Bunaqasini mahali ko'rmagan 6 g'ildirakli velosiped.
yuk tashishiga mo'ljallangan bo'lsa, dastavshiklarga zo'r elektr versiyasi bo'lsa agar nima deb o'ylaysizlar, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar, lekin buni ajoyib. Так, bu yoq soddaroq velosipedlar, в принципе. Kenda electric bikes. Da shunaqa. Mana yog'ochdan ishlangan, yo pad yog'och qilingan, yo haqiqat yog'ochdan ishlab chiqarilgan yasin. Menimcha daraxtni sorti bo'lsa kerak, yasin daraxtni sortdan qilingan, to'liq yog'ochdan ishlangan velosiped. Haqiqatan yog'ochdan ishlangan, yana sportivniy musobaqalarga chiqib o'rnam egallangan ekan. Chimera. Belgilar yoqqan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa qaytib ketdik. Tak, eski velosipedlar, originallari hammasi. Kim biladi bu Vespa'ni PVS? Tak, Ziu. Soyuzning velosipedlari, redki velosipedlar, mana birinchi velomotorlarni qarang qanaqa bo'lgan. Dvigatel bu yoqda. Primoy kolosga olib bergan. Ket. O'zimizni D5 motorga juda o'xshab ketyapti, skoriya shunaqa bo'lsa ham kerak. Ideal sostoyanida saqlanib qolgan velosiped. Verm LSP Riga. Rigani velosiped. Birinchi chiqqan Riga velomotorni, birinchi chiqqanlari. Bunaqa velosipedlarni ham ko'rdik tashqarida. 70 yoshlik do'larni haydaganlar bilan. Kim mamlani eslaydi, mamlani. Mana bunaqa velosiped kimda bo'lgan? Endi men o'zim tengi bolalardan so'rayapman. Shu bolalar emas, hammasi erkak bo'lib ketgan. Velosipedlarni qarang. Gap yo'q. Kelinglar birgalikda bitta yoshlikka sho'ng'inlikda mana shu velosiped tomosha qilaylik. Originalni eski velosiped, hamma yoq shtampovkadan qilingan, diskalariga e'tibor bering, qanaqa shtampovka qilingan. Pokrishkalar menimcha lekin yangilangan, made in Russia yozilgan chunki. Lekin o'zi yog'och ko'rinyaptimi, yo'qmi? Ruchkalar, rullar hammasi shtampovani temirdan yasalgan. Ko'pchiligimizda shunga o'xshagan velosipedlar bo'lgan yoshligimizda. Chiroyligini qarang. Betam, hamma Xitoy zavodlari bu tomonda ham, bu tomonda ham. Hozir biz velo pavilyonda hali biz. Bu yoqni hamma yoqda Xitoy dunyoni egallayapti. Tak что faqat O'zbekistonda tashqi chiqayotganlar bor, Xitoy kirib keladi. Xitoy hamma yoqqa kirib keladi, uni to'xtatib bo'lmaydi. Tak что shunaqa avion производство juda katta, zavodda to'xtamaydi, zavodda ishlashi kerak. Amerika bozorini yopyapti, shuning uchun tovarlar qatqada suzish kerak. Qayerga suzadi? Amerikadan tashqari boshqa joylarga, hamma yoqqa suzib boradi. Chunki dunyoda ishlab chiqarish eng выгодный joy bu Xitoy bo'lib qolgan. Hozirgi kunda. Hozir выставкani eng chumavoy apparatni ko'rsam, bunaqasi nerealni qanday yasash, nima maqsadda yasalgan, lekin bu narsa bor. Hozir ko'rsataman. Ana azizlar, sizlar qaranglar. Nima bu? Bu reaktivni samolyotni turbinasi o'rnatilgan mashina. Bu nima uchun kerak, kim biladi? E'tibor bering. Shassi, dvigatel, kokpit ko'rayotganingizdek o'rtada dvigatelni shundoq qo'ygan-u, kokpitga joy bo'lmagani uchun bu yoqqa chap tomonda o'rnatib qo'yishgan, xolos. Просто chimovoy apparat bu. Bilan musobaqa uchun emas, lekin nima uchun bu? Ya'ni Spartakovlar. Ichini qarang. Samolyot bo'lib yotibdi-yu. Orqasini ko'rsatib yoraman sizga. Всё починили, но это не точно. Yuradi. Reaktivni dvigatel, biza ko'chada ko'rgan reaktivni истребительный dvigateli bilan deyarli bir xil. Просто chumavoy apparat. Toplivni bakini e'tibor bering, qanaqa qilingan. Kabellarning kattaligini qarang, akkumulyator. Bilmayman nimaniki, kim tushunadi, menimcha грузовой mashinaning akkumulyatori. Управление kolonka bu yoqqa kirgan. Короче, chumavoy apparat.
Nima uchun bu narsalar yig'ilgan? Manimcha просто entuziastlar tomonidan bu shunaqa narsa yig'sa bo'ladi deb ko'rsatish uchun возможность ko'rsatish uchun qilingan apparat o'ziga. Bu gongaga chiqarilgan emas, aniq reznalarni bilsak bo'ladi. Reznalar ham chala shipovni. Bunga e'tibor bering, hamma yoqda точка qo'yilgan, значит bu 3D maket bundan olingan. Mana shu qanaqadir bunga ustiga yana kuzov yasaladi. Mashina yoqqan bo'lsa fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bunaqa apparatlarni to'g'risida nima deb o'ylaysizlar? Fikrlaringiz bilan bo'lishing. Mashinchaga bitta baho beringlarchi. Futuristik. Bu yoqda ikkinchi varianti. Limit. Kim biladi bu nima mashina? Bu o'sha legendarniy KAMAZ. Kabinaligi. Ya'ni oldin kapotlik versiyasi, chunki oldin KAMAZlar bez kapotni bo'lardi. Bu kapotni versiyasi, podveskalarni qarang, qanaqa серьезный apparatda. Tayini tomosha qiling. Orqa podveskalar. Radiatorlar. Nastoящая. Sholkoviy putta chiqar ekan bu 2023. Dakarda hali menimcha kabinaliklar chiqyapti, bu lekin sholkoviy putta. Test drive'dan o'tgan. Dahshat просто. Kattaligini. Xarakteristikalarni hozir ko'rsataman. KAMAZ 43-109K. 13 litr объем. 720 ta o't kuchi, 2400 оборотda. Mana shunaqa. Dahshat mashina. Так, rossiyskiy prototip. Gonki na выносливость uchun qilingan. 24 soatlik gotkalarda bular eng mashhuri Liman. Keyin 24 soat Nürburgring bor. O'sha uchun prototip qurilgan. Yonida esa Renault Kuboki uchun 2 litrlik объем, 210 ot kuchi, 517 kilogram og'irligi, 204 sekund 100 gacha, maksimal tezligi 250 km/soat. Imенно Renault chempionatida ishtirok etish uchun mashina bolid yig'ilgan. Tak, birinchi kuni tugadi выставкani. Hammamiz ketyapmiz. Mana shunaqa chiroyli ko'rinyapti, yomg'ir boshlanyapti sekin-sekin. Bizani kuzatib boring, ertaga ikkinchi kunda custom bike'lar bilan yaqindan tanishamiz. Zo'r bo'ladi.